Assalomu alaykum futbol ixlosmandlari, e'tiboringiz markazida futbol dunyosi hamda dunyo futbolida ro'y bergan eng so'nggi yangiliklari bilan O'zbek futboli kanali. Ayni paytda mana shu roligimizga like bosayotgan barcha obunachilarimizga yana bir bor o'z minnatdorchiligimni bildirib qolaman. Qadrli do'stlar, mana shu kichik mehnatimizni qadrlagan holda ushbu kanalimizga bir dona like bosib, obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Siz uchun arzimagan bu ish biz uchun juda ham muhim. Qadrli do'stlar, bizning kanalimizda hech qanday pornografik yoki qimorga targ'ib qiluvchi reklamalar chiqmaydi. Shuning uchun iltimos obuna bo'lib bizni qo'llab-quvvatlashni unutmang. Biz esa bugungi dasturimizni boshladik. Qadrli do'stlar, bugun katta futbol kechasi. Bugun futbol muxlislari uchun juda qiziqarli va muhim o'yinlar bo'lib o'tadi. Ayniqsa o'zbek futbolchilarimiz maydonga tushadigan uchrashuvlar barchamiz uchun yanada qiziqarli bo'ladi. Turkiya chempionatida Başakşehir jamoasi navbatdagi muhim uchrashuvni o'tkazadi. Eng muhimi, maydonga o'zimizning futbolchilarimiz Eldor Shomurodov va Abbosbek Fayzullayev ham asosiy tarkibda maydonga tushishi kutilmoqda. Bu o'yin juda keskin va gollarga boy bo'lishi mumkin, chunki Başakşehir o'z maydonida İzmir klubini qabul qiladi. Agar hamyurtlarimiz jamoasi g'alaba qozonsa, jamoalar jadvalda o'rin almashadi va 5-o'ringa ko'tariladi. Ya'ni Başakşehir 6-o'rinda borayotganda, Go'zatepe esa 4-o'rinda, hamyurtlarimiz Başakşehir jamoasi ya'ni 5-o'ringa ko'tarilib olishi mumkin. Ushbu uchrashuv bugun kechki soat 18:00 da start oladi va esingizda bo'lsa, oldingi dasturlarimizda Nuriy Shahiyning to'liq intervyusini tarjima qilgandim. Ya'ni bundan oldingi uchrashuvda Başakşehir kubok o'yinida mag'lubiyatga uchraganda, Nuriy Shahiy esa bundan juda ham jahli chiqqani do'stlar. Xullas, bugun nima qilib bo'lsa ham Başakşehir jamoasi g'alaba qozonishi kerak. G'alaba juda ham zarur do'stlar. Agar mag'lubiyatga uchraydigan bo'lsa, garchi ular uchun bu turnir ham yakuniga yetadi. Angliya futbolida esa yana bir katta to'qnashuv bizni kutib turibdi. Angliya Kubogi Brusaykes final bosqichida Manchester City va Newcastle jamoalari o'zaro bahs olib boradi. Ushbu o'yinda ham o'zimizning himoyachimiz Abduqodir Husanov asosiy tarkibda maydonga tushishi mumkin. Bu o'yin ham juda qiziqarli va keskin o'tishi kutilmoqda. Chunki bundan oldingi o'yinda Manchester City Nottingham bilan durang natijani qayd etib qo'yganda, aynan mana shu o'yinda Pep Guardiola Husanovdan asosiy tarkibda tushirmagani uchun juda ham afsuslangan do'stlar. Aynan mana shu o'yin bugun kechki soat 1:00 da start oladi. Ya'ni bugun ikkita uchrashuvni ketma-ket tomosha qilishingiz mumkin. Qadrli do'stlar, endi asosiy xabarga o'tamiz. Ushbu uchrashuvni qayerda jonli efirda ko'rishingiz mumkinligi to'g'risida aytib o'taman. Ushbu uchrashuvni hech qaysi O'zbekiston telekanallari translyatsiya qilishi to'g'risida ma'lumot bermadi. Ammo hech qanday muammo yo'q do'stlar. Agarda bugungi Eldor Shomurodov va Abbosbek Fayzullayevning o'yinlari va Abduqodir Husanovning o'yinini jonli efirda ko'rmoqchi bo'lsangiz, sizlarga maxsus Telegram kanalimizni tavsiya qilaman. Telegram kanalimizga kommentariyada yozilgan silka orqali o'tasiz yoki bo'lmasam Telegram qidiruv joyiga Sport Plus YouTube so'zini kiritsangiz, Abduqodir Husanov nomli Telegram kanalimiz kelib chiqadi. Telegram kanalimizga o'tib qo'shilib qo'ysangiz, bugungi Eldor va Abbosning o'yinlari, bundan tashqari Abduqodir Husanovning o'yinlari jonli efirda tomosha qilib, mazza qilib ko'rishingiz mumkin do'stlar. Barchani Telegram kanalimizda kutib qolaman. Qadrli do'stlar, bugungi videoda yetkazmoqchi bo'lgan yangiliklarimiz mana shulardan iborat edi. Video yoqqan bo'lsa like bosishni unutmang. Keyingi dasturlarimizda ko'rishguncha xayr, o'zingizni ehtiyot qiling. O'zbek futboli kanalimizdan uzoqlashmang. Tez orada ko'rishguncha do'stlar.